30 kun 30 ta stilda kiyinamiz. 5-kun. Va bugun sizlar bilan mermaid style'da kiyinamiz. Такой русалка Ариэльdan вдохновленный стиль. Va shunga mos manda shunaqa нежнейший зелёно-салатовый оттенокda сборкали va ryushечкali ko'ylagim bor. Va silueti ham xuddi rusalkani siluetiga o'xshab ishlangan. Aksessuarlarga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam shu lukni o'sha Turkiyada kiygan edim. Va menda shunaqa neverayatni chiroyli bitta quloqga taqiladigan rakoshkali seryoshkam bor edi. Lekin paromida uchayotganimda shamoldan Turkiyada tushib ketib, o'sha yerda yo'qolib qoldi. Keyin bola shunga ursinib, nozato o'sha Adalar ostrovdan shunaqa rakoshkali ojерелье sotib olgan edim. Va obrazimga mos shunaqa rakoshkali formada klach qo'shdim. Oyog'imga esa o'sha o'tgan safar kiymagan gulli kablokchilarimni kiyib oldim. Lekin menga aksessuarlarim obrazimda kamlik qildi. Aytim birinchi o'ylab shu katta oq shlyapamni kiyib olmoqchi edim, lekin menga yoqmadi. Va keyingi соломенный shlyapamga esa уже boshqa sumka tanlash kerak bo'lardi. Va boshqa подходящий boshimga, qo'limga, quloqlarimga aksessuarlarim bo'lmagani uchun shu obrazimni o'zini qoldirishga qaror qildim. Va o'ylaymanki, itak juda ham chiroyli va elegantni ko'rinyapti. Sizlarga shu obrazim yoqdimi? Kommentariyada o'z fikringizni aytib ketinglar. Keyingi safar qaysi stilda kiyinmang?